Bu darsimizda internetdan ma'lumotlarni yoki fayllarni tezkor yuklab olish uchun qo'shimcha dasturlar bor. Bu internet downloader manager, ya'ni IDM. O'sha dasturni internet orqali yuklab olib, kompyuterimizga o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Dastur nomini yozamiz. Mana, skachat besplatno. Sichqonchani o'ng tomonda bossalaring, открыть birinchisi chiqadi. Birinchisiga bossang, yana qo'shimcha yonidan oyna ochib beradi. O'shanga ochib, buni yuklab olamiz. Mana yana oyna ochildi. Yuklab olamiz. Ozgina kutamiz, bu dasturni yuklayapti. Dasturni yuklab bo'ldi. Endi dasturni kompyuterimizga o'rnatamiz. Okey. Dalej va dalej. Ozgina kutib turamiz. Buni kompyuterimizga o'rnatadi. Gotovni bosamiz. Okey qilib qo'yamiz. Brauzerni ochib beribdi mana. Endi biz brauzerga kirib, mana yerda undovchi paydo bo'ladi. Undovchiga bosamiz. Davayt qilib qo'yamiz. Yoqib qo'yamiz buni bir marta. Bo'ldi, endi yoqib qo'ydik. Orqaga qaytib, programmaga kiramiz. Programmaga kirganimizdan keyin настройкаga kiramiz. Qaranglar, bu tomonda qaysi brauzerlarda bu dastur ishlashini ko'rsatib qo'ygan. Biz qaysi biri kerakmas bo'lsa olib tashlaymiz. Endi tip fayl qanaqa fayllarni ushbu dastur orqali yuklab olishni ko'rsatib qo'ygan. Biz hozir qaranglar, bitta sayt orqali musiqa yuklab olishni ko'ramiz. Mana, kiramiz. Yuklab olishga bosamiz. Ko'raysizlar? Через dastur orqali yuklayapti. Nashatga bosasizlar, mana avtomatik yuklab olyapti. Yana bitta narsani o'rgatib ketdik. Mana shu yuklayotgan paytda buni biz stop qo'ysak bo'ladi yoki bo'lmasa pauza qilib qo'ysak bo'ladi. Keyinchalik yuklab olsak bo'ladi. Bu juda ham kerakli dastur sizlarga.